Assalom bolajonim. Yaxshimisiz? O'zim o'rgilay sendan bolajonim. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sog'inib ketdim-ku seni jonim bolam. Onam, dorilaringizni vaqtida ichyapsizmi? Sensiz uylarimiz huvillab qoldi. Senling ikkalamiz sho'ppayib qoldik jonim bolam. O'ylamang oyijon, hammasi yaxshi bo'ladi. Nega unaqa qilding bolam? Kerakmidi shu, kerakmidi? Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Kechiring meni. Oyijon, bering mendan gaplashing. Mayli, qizim gaplash. Zebo, yaxshimisan Sinama? Ukajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Onamga yaxshi qarab o'tiribsanmi? Точно? Sinam, eslaysanmi senga to'rt olib kelganim? Eslayman akajon. Hali chiqing. Undan ham yaxshisini, eng zo'rlarini. Sen yaxshi ko'rgan tortlaringni olib beraman. Eng zo'rini. Tezroq keling. Men sizni juda ham sog'indim. Men ham sog'inganman. Jinoyatchi Toshkentning shu nuqtasida, ya'ni Chorsu mahallasida yashaydi. Balki o'ttigilar ham kimnidir ko'rgandir. Ishga kirishamiz. Jiddiy qaraymiz. Sherigini topishimiz kerak. Sodiq, mendan xafa bo'lma. Meni boshqa bezovta qilma.